rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lmagan, taqvosi bo'lmagan odamga bo'lib beradi-da. Bitta nol qo'shib qo'yaveradi. Bitta vergulni bu yoqqa olib qo'yaveradi, bo'ldi, bo'lib ketadi shu bilan. 5 so'mlik narsani 5 so'm 50 tiyinga qayerdan biladi? Va mana shu tasavvuri bilan, shu o'g'irligi bilan, xiyonati bilan yutyapman deb o'ylaydi. Vaholanki yutkizyapti bu odam. Shunday emasmi? Alloh azza va jalla bu haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, unga mahrojni beradi. Nima u mahroj? Bir mushkilaga, muammoga kirib qolsa, shu mushkiladan chiqib ketadigan eshik. Kim taqvo qilsa, har qanday muammodan chiqib ketadigan yo'lni Alloh ko'rsatadi va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Muammodan chiqib ketgandan keyin uni deyapti Alloh, kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Bugungi mavzuyimiz uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirib qo'yadi. Birodar, rizq ista. Tirikchiligini yaxshi qilishiga harakat qil. Chunki pul topaman, bola chaqa boqaman deb tirikchilikka ko'chaga chiqishliging o'zi bu mahmud ish, maqtalgan ish. Bola chaqani boqaman deb ko'chaga chiqqanliging o'zi ibodat. Ha, rizq izla. Bu ibodat o'zi asli. Lekin ochko'z bo'lma. Uni kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Birinchi xulosamiz shu. Ikkinchi xulosamiz rizq izla, lekin ochko'z bo'lma. Rizq haqida bilishimiz kerak bo'lgan muhim narsalarning birinchisi, siz bilan biz hali dunyo yuzini ko'rmay turib, onamizning qornida 121 kunga to'lgan kunimizda farishta kelib rizqimiz bilan ajalimiz yozib qo'ygan. Shunga iymoningiz komil bo'lsin, birodar. Undan ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Erta ham kelmaydi, kech ham kelmaydi. 121 kunda farishta kelib rizqimizni, ajalimizni yozib qo'ygan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, biron jon o'z rizqi va umrini to'la olmagunicha o'lmaydi. Rizqingga yozgan bo'lsa shu narsa keladi senga. Ungacha o'lmaysan. 40 yil qirongarchilik bo'lsa, beajal bitta chivin o'lmaydi. Deydi-yu, qo'qoradi. Endi nima bo'lar ekan? Un qimmatlab ketdi. Endi nima bo'lar ekan? Dollar ko'tarilib ketdi. Iymon qani? 70 so'mdan benzin quyapmiz, birodarlar, o'ylab ko'ringlar. Birodarlar, xotirjam bo'linglar. 100 so'm bo'lsa qo'yamiz. 500 so'm bo'lsa ham qo'yamiz. Chunki o'sha mashinani minishimiz rizqimizga yozilganmi? Xotirjam bo'ling, g'am qilmang, birodar. O'sha 500 so'mni Alloh beradi. Ishonmaysizmi? Shunday ekan, birodar,